Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Ro'za Ramazonlar bilan charchamasdan tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Salgina kechroq vaqtimiz o'tib qoldi. Ishlar ko'payib. Shu uchun iftorlikdan keyin arqayin qilishni niyat qildik va ana o'tgan darsimizda demak xo'p. Bitta o'tgan mavzumizni topshiriqlarni ko'ramiz. Ya'ni 4 birinchi testdan qaysi topshiriqlar bor edi bizda hozir 1 daqiqa. Xo'p. Demak, 20 16 dan boshlanadi. Yo'q. 6 bor ekan. Xo'p, 6-misol. 12 va 30 eng kichik umumiy karrasi natural bo'luvchilarni toping. Demak, bunda nima qilamiz? Bu xo'p, 2 ning kvadrati ko'paygan 3. Bunisi 30 bo'lsa, demak 12 shunga teng. 30 katta kichik bo'ldi. Hmm, 12 shunga teng, 30 teng bo'ladi. Nechiga? 2, 3 va 5. Demak, eng kichik umumiy karralisi uchun ikkalasida bordan kattasini olamiz. 2 ning kvadratini olamiz. Xo'p, ikkalasida ham 3 bor. Keyin 5 ni. Endi natural bo'luvchilar nechta? Shuni o'zidan qo'yib ketamiz. 2 plus 1 ning 2 plus 1 ni ko'paytiramiz. Bu ham teng baribir 3 ga. Hozir aytib o'tib ketsak ham bo'ladi. Buni 1 ga qo'shsak 3, buni 1 ga qo'shsak 2, 2. 3 ko'paygan 4 bo'ladi, 12 bo'ladi bejavob. Xo'p, keyingi vazifa topshirig'imiz qaysi ekan? Demak, 14. 14-savol. Xo'p, qani. Qaysi javobda sonni natural bo'luvchilari soni toq? Xo'p, bu vobshe katta. Javobingiz bo'lsa, hozir ayting. Qaysi usul bilan yechiladi? Buni natural bo'luvchilarga ajratamiz, ya'ni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, buni. Misol uchun 2 o'tgan darsda ham aytdik, darajalar bo'lsa, natural bo'luvchilar soni qaysi birda toq bo'lib qolsa, kechirasizlar. Qaysi birda toq bo'lib qolsa, o'shani olasiz. Bu o'zi oson misol, lekin ishi ko'pligi uchun yechmayapmiz. Xo'p, bizda vaqt chegaralangan shu uchun, ya'ni demak 14 ketdi. 16 va 20 ni aytgan ekanlar. Demak, 16-misol. 60 va 20 kesmada 6 ga karral natural sonlar nechta? Buni bo'lamiz 6 ga. Mana. Xo'p, va 120 bundan katta bo'lgani uchun oldiga qo'yib yuboramiz. Karral natural sonlar nechta? 6. Xo'p. Ya'ni bu 1 dan 60 gacha bo'lgan natural sonlar, 6 ga karral natural sonlar topamiz va 1 dan 120 gacha bo'lgan. Shunda 1 dan 120 dan 1 dan 60 gacha bo'lganlar ayirsak, ya'ni bu 220, bu 10. Sejavob bo'lar ekan. Tushuntira oldim degan umiddaman. Keyingi misolimiz 20 ekan, mana bu. Demak, 48 faktorial yechish usulini aytdim. 2n. Natural sonlar, toq natural son bo'lsa, buni tarkibda barcha 2 ga ikkilar, ya'ni juftlar chiqib ketadi degan. 2 ga bo'luvchilar chiqib ketsa, shunda toq qoladi-da. Shunda buni boshqacha qilib aytganda yechgan edik. Ya'ni qanaqa? 2 ning nechinchi darajasiga bo'linadi degan savolda bu, ya'ni boshqacha qilib aytganda. Shunda mana buni 48 ni 2 ning nechinchi darajasiga bo'la olamiz. O'shani topamiz. 2. Buni
shu tartibda nima qildim oxirgi o'zi formulasi bor ekan. Sizlarga buni mohiyatini tushuntirib o'tib ketdim kecha. Ya'ni hop 4-chilik ikkita bo'lgani uchun yana qo'shib olyapmiz. Tushuntirib oldim, menimcha. Hop 48 yana davom ettiramiz. Mana bu davom etyapmiz. 48 deb bo'lamiz 8 ga. Va 2 ning darajalarida 8 da 3 taka shu uchun qo'shilyapti. Hop 48 bo'lamiz 16 ga. Va 32 ham bor. mana shu yerda yozib qo'yaylik. 48 bo'lamiz 2 ga. Buni bo'lish mana bu faqat butun qismini topish uchun aniqlayotgan narsa, ya'ni kasr son bo'lmaydi, butun qismi olinadi, kasr qismi olinmaydi. Xo'p, buni bo'lsak necha bo'ladi? 24 qo'shamiz. Buni bo'lsak 12 qo'shamiz. Xo'p, bu o'zi bitta. Buni bo'lsak 6 ta, buni bo'lsak 3 ta. 3 kere 16 48 beradi yani. Xo'p, shunda 2 ning mana shuningchi darajasi bo'lar ekan, yig'indisi n ni qiymatida, ya'ni mana bunday qilib 2 ni qo'ysak, mana bu n ga teng qism. Xo'p, qo'shsak 36, 37, 40, 46 ijobiga. Xo'p, o'tgan mavzuni takrorlab oldik va keyingi mavzu ikkinchi testni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 9 ham 10 kvadratni ko'paytma natural bo'luvchilar soni 60 bo'lsa, n ni qiymatini toping. Natural bo'luvchilar soni. Buni demak 3 ning kvadrat 2 m-inchisi desak bo'ladi-da. Ya'ni 3 ning kvadratining m-inchisi. Shunda 3 ning 2 m-inchisi bo'ladi. Mana 9 ni. Buni ham bo'lamiz, ko'paytiramiz 2 ga. 2 ni o'zi oldiga o'tkazib olsak yaxshi bo'lar ekan. To'xtang, shunday qilib ketaylik. Umuman olganda farqi yo'q. Xullas. 2 ning ana bu 10 ni tarkibida 2 ni olyapman, ya'ni 2 ning kvadrati va 5 ning kvadrati. Shunda 2 plus 1 dan 2 ta bor. Ko'paygan 2 plus 1 ning kvadrati, ya'ni 3 dan 2 ta bor ekanda, shuni soddaroq qilib yozib ketaverib, tushundingizlar menimcha, to'g'rimi? 3 ta ana 2 plus 1, 2 plus 1, 3 ko'paygan 3 9 ni berdi. Mana batafsil aytib o'tdim. Va 2m plus 1 bo'ladi. 2m plus 1 bo'ladi. Buni alohida qavsga qo'yamiz va bu 60 ga teng ekan. Shunda 2m plus 1 nechaga teng bo'ladi? 7 ga teng bo'ladi. M ni topa oladigan bo'lsak, 6 taqsim 2 3 bo'ladi. Sejov. Xo'p, ketdik keyingisi. O'quvchi dastlab 100 ta tub sonni ko'paytib chiqdi. Ko'paytma nechta teng bo'ladi? Zo'r savol, lekin juda oson savol. Ya'ni fikrlaydigan savol. Ya'ni ko'paytuvchilar yozamiz. 2, 5, o'z boshini yozish uchun kerak. Aytayapman, 7. Hokazo ketadi. Kelgusidagi barcha tub sonlar tog' sonlar sinfiga kiradi. Ya'ni juft son yo'q bu yerda. Tushuntirib oldimmi? Shunday ekan, tog' songa ko'paytirsangiz hech qachon juft son bo'lmaydi. Ya'ni buni nimaga aytdim? 0 bilan tugashi uchun u juft son bo'lishi kerak. Tushuntirib oldimmi? Qandaydir 4 bo'lib qolsa yoki 8 bo'lib qolsa yoki 6 bo'lib qolsa, barisi 5 ga ko'payganda 0 ni beradi. Lekin bu sonlar bilan tugaydigan tub son yo'q bu atrofda. Faqat tog'lardan iborat bo'ladi. Shu uchun mana shuni o'zidan yechim chiqadi, mana shu qismni o'zidan. Ya'ni qanday bitta juft son bor, u ham 2. Uni istalgan 5 mana shunga ko'paytirsak, bitta 10 0 bilan tugaydi. Ya'ni 10 bor mana shu yerda bitta. Qolganlarda yo'q, hatto 5 ham yo'q, chunki 15, 35, 45 nechi bo'ladigan bo'lsa ham 5 ga bo'linadi.
Tushuntira oldimmi? Demak, bitta bo'larkan, bu ham ajoyib. Xo'p, keyingisi 60 sonni barcha natural bo'luvchilar ko'paytmasini toping. Buni bitta formulachasi bor, osongina. Ya'ni istalgan x natural sonning natural bo'luvchilari ko'paytmasi bu sonning, mana shu sonning natural bo'luvchilari sonini 2 ga bo'lishiga teng. Ya'ni mana bu darajasini 2 ga bo'lsak, shuning ya'ni shuning x sonining shu darajasi shuning ko'paytmasiga teng bo'lar ekan. Ya'ni buni qanday topamiz? Natural bo'luvchilar sonini topamiz. 60 ni natural bo'luvchilar soni tarkibi 4 ko'paygan 15 da, bu to'g'rimi? 2 ning kvadrati ko'paygan 3 ko'paygan 5. Xo'p, demak natural bo'luvchilar soni 4 karra 3 bo'ladi, 12 ta bo'lar ekan va n mana bu sonning darajasi mana bu taqsim 2 ekanda. Bu ham teng bo'lsa, ya'ni 60 ni qo'yamizda, 60 ning 6-si bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Mana bu 6 qayerdan keldi? 12 taqsim 2 bo'ldi. Istalgan natural x soni mana istalgan, hozir bu yerda 60 mi hayotimizda? 60 ketdik. Demak, 6-si bejo. Xo'p, 1080 sonning natural bo'luvchilari nechtasi toq? Natural bo'luvchilar nechtasi toq? Juda oson savol. Buni ikki xo'p, 2 540 2 270 2 135 ana endi 3 45 3 15 3 5 keyingisi 5 da, chunki xo'p, 2 ning kubi ko'paytiramiz. 3 ning kubi 3 ning 3 tada 1 kubi ko'paytiramiz 5. Demak, natural bo'luvchilar nechtasi toq deyapti? Toq bo'lish shartini ayting menga. Toq bo'lish sharti. 2 ga bo'linmaydigan barcha sonlar toq, to'g'rimi? Hozir mana shuni tarkibida 2 ga bo'linmaydigan sonlarni topish uchun nima qilamiz? Ya'ni natural bo'luvchilar sonini topa olamiz, a? Xuddi shunday, ya'ni 3 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1 ni ko'paytiramiz, to'g'rimi? Endi 2 ga bo'linmaydiganlarni topish uchun mana bu 2 ni hisoblaymiz. Tushundingizmi? Ya'ni men shuni hisoblamaganda bular 2 ga bo'linmaydiganlar shunda qo'shilmaydi. Shunda bu 3 plus 1 4 ko'paygan 2 nechi? 8. Bejo. Tushuntira oldim degan umiddaman. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Son nechta natural bo'luvchi 3 ga bo'linadi? Bu ham ajoyib savol. Sonning nechta natural bo'luvchisi 3 ga bo'linadi? Endi buni ham mana mohiyatini tushungan bo'lsangiz, buni yecha olasiz. Bu topshiriq. Yo'nalish berdim, mana shu usulda yechiladi bu ham. Nima qanday o'ylang, qarangchi, 3 ga bo'linadi. Nechta bo'luvchisi 3 ga bo'linadi? Mana shuni sonini topish kerak. Bu topshiriq demak, nechinchi savol? 5-savol. Shuni bitta hozir skrinshot qilib qo'yayman. Ya'ni sizlarga tashlab berish uchun kanalga. Xo'p, mana shuni topshiriq.
Keyingisi ketdik. 200 dan kichik nechta natural son 6 va 8 ga har biriga qoldirsiz. Har biriga qoldiqsiz bo'linadi. Son 6 va 8 sonlarni har biriga qoldiqsiz bo'linadi. Hozir bunda 6 ga bo'linadigan sonlar va 8 ga bo'linadigan sonlar. Ikkalasini qo'shamiz va ortidan nima qilamiz? Ortidan bu ikkalasiga ko'p nima? 24. 24nikini ham topamizda, ayirib tashlaymiz. Ya'ni nimaga 24nikini ayirib tashlaymiz? Chunki 24 ga bo'linadigan sonlar ham bunga, ham bunga. Ya'ni ular 2 marta hisoblangani uchun ayirib tashlaymiz. Bu ham topshiriq. Uje topshirig'i men nimasini berdim sizlarga? Yechilish usulini berdim. Endi o'zlaringiz topishni o'zlaringizga qoldi. Xo'p, topish qismi o'zlaringizga qoldi. Endi hech bir tushuntirmasdan turib topshiriq ham bermadim. Yoki topshiriq berish bahonasi ham bo'ldi. Nima deganda o'rganishingiz kerak o'zingiz ham mustaqil. Sizni ilmingiz uchun. Xo'p, 45 dan 130 gacha ko'paytmalar nechta? 0 bilan tugaydi. Obbo, bu misolni yechgandik. Yana yechamizmi? Bunda farqli tomon. Mana bu 130 ta. Ya'ni bu 130 faktorial taqsim 44 faktorial degani. Tushuntira oldimmi? Ya'ni nechta 0 bilan tugaydi deganning 10ning n'inchisi, ya'ni n'ni toping degan ma'noni anglatadi. Bu ham 2 ko'paygan 5 deymiz. Ikkilar soni ko'pligi uchun 5 ni inobatga olamiz. Ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratamizda, bunaqa narsa topganda faqat tub bilan ishlaymiz. Faqat tub tarkibidagi baland tubni olamiz. Baland, ya'ni katta tubni inobatga olamiz. Tushuntira oldimmi? Demak, 130 tarkibida nechta 5 ning n'inchisi bor? Buni tarkibida nechta 5 ning n'inchisi bor? Ya'ni mana bu misol uchun 5 ni m'tasi bor bunda, bu misol uchun bunda 5 n'tasi bor. Shunda mana buning nechta 0 bilan tugaydi degan savolga m-n bo'ladi. Ya'ni ikkita me bo'lib qoldi. Menimcha uje xalq tushundi. m-n bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, keyingisiga o'tdik. Uje vaqt sarflash ham bir narsaga hojat yo'q, mustaqil o'zingiz ham ishlashingiz kerak. 12 va 18 sonlarni har biriga bo'linadigan eng katta, eng kichik o'zim noxush o'qiyapman shartdan. 12 va 18 sonlar har biriga bo'linadigan eng katta ikki xonali sonning raqamlari yig'indisini toping. Har biriga bo'linadigan. Demak, har biriga bo'linadigan eng katta ikki xonali son raqamlari yig'indisini toping. Har birigami, umuman ikkalasigami farqi yo'q bu narsani. Bitta son so'rayaptimi? Biz birinchi o'rinda bularga kuk topamiz. Sababiki, hozir buni topaylik aytaman. Xo'p, kuk 2 bo'lsa, demak 2 ning kvadrati ko'paygan 3, 18 bo'lsa 2 ning 2 ko'paygan 3 ning kvadrati. Kuk bo'lsa, demak bu 2 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadrati. Kvadrat kubga aylab ketdi, nima bo'lib ketdi? 2 3 ga aylandi. Tushundingiz? 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati. Xo'p, eng kattasi kerak. Buni avvalo o'zini topamiz, ya'ni 4 ko'paygan 9 da bu 36. Bu eng katta ikki xonalikmi? Yo'q. Bundan keyingi son
qaysi bo'ladi? Bundan keyingisi 72 bo'ladi, bundan keyingisi 96 bo'ladi. 96 eng kattasi bo'ladi, ya'ni ikki xonali eng kattasi. Buning raqamlaridan 15 bo'ladi. Tushunmagan bo'lsangiz, izohga yozasiz, aytib tushuntirib o'tib ketaman. 1dan 180 kesmada 2 ga ham 3 ga ham bo'linmaydigan natural sonlar nechta? Demak, buni topa olamiz. 2 ga bo'linadiganlari mana shuni bunaqaroq chizib oling. Mana bunday chizib olsam va mana bunday chizib olsam, xo'p, shunday sonlar bor, ham 2 ga bo'linadi, ham 3 ga bo'linadi. Bu qism mana bu qism bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Misol uchun 180 ichida 6 soni bor, to'g'rimi? U ham 2 ga bo'linadi, ham 3 ga bo'linadi. Shuning uchun mana bu qism bizga kerak. Xo'p, 180 tani ichida 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lib olsak 90 ta 2 ga bo'linadigan son bor. Bu 3 ga bo'lib olsak 60 ta bor. Demak, 6 ga bo'lib olsak, mana bu qismda 30 ta bor ekan, o'rtasida. Demak, bo'linmaydigan natural sonlar nechta desak, mana bunday qilamiz. Umumiy maydon qilib olamiz. 180 tani ichidan mana buni bo'yab tashlaymiz. Ya'ni mana bu ikkitaning mana bu o'rtasi bilan birgalikda. Shunda bunga buni qo'shsak, 150 bo'ladi. Shunda ikkalasida ham 30 borligi uchun bir marta 30 ni ayiramiz. Tushuntira oldimmi? Xohlang 30 ni bunga qo'shib hisoblang, xohlang bunga qo'shib hisoblang. Men ikkalasini ham qo'shdimda bir marta ayirib tashladim. Ya'ni mana buni o'chirib, mana buni hozir 30 ni ayirib topsak, mana oq qismi 60 ta bo'ladi-da. Mana bu oq qismi 60 ta bo'ladi. Mana bo'yalgan 30 ta va bu yog'i mana bu bo'yalgan bilan birgalikda 60 ta. Buni ham topib olsa bo'ladi, misol uchun 30. Mana bu yer oq qismi 30 bo'ladi, buni oq qismi 60 bo'ladi. Yig'indisi demak 120 bo'ladi. Xuddi shunday bu tartibda ham 120 bo'ladi. Va 180 ta umumiy sonlarimiz, to'g'rimi? 180 dan buni ayirsak 60, yana 60 ekanda. Aylanib o'rgilib 60 ga keldik. Qo'y. Xo'p, 125 nechta nol bilan tugagan? Topshiriq o'ta bu. Endi topshiriq o'ta bu. Bitta misol qayta bu murakkabroq bo'lgani uchun topshiriq. Chunki osonroq bo'lganda men mustaqil o'zingiz bajarib qo'yasiz degan bo'lardim. Xo'p, keyingisi 90 faktorial soni 9 ning qanday eng katta darajasiga bo'linadi? Mana bu ham xuddi 10 dagidek shaklda. Ya'ni 10 ni 2 va 5 ga bo'luvchilarga bo'lib oldik-ku. Bunda endi 3. Shuning uchun 90 ni 3 ga bo'lamiz. Ketdikmi? Ketdik. Plus 90 ni 3 yana 9 ga bo'lamiz. Keyingisida 90 ni 81 ga bo'lamiz. 81 ga 3 ning ko'piga. Hozir 9 olib ketganingizda mana buni hisoblab qo'yarsiz, bu chiqmasdi. Shuning uchun tubligi esingizdan chiqmasin. Mana bu tubdan boshlanish kerak. Tubning darajasi o'zroq ketadi-da, bu tubning ikkinchisi, tubning uchinchisi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Demak, bu 90 taqsim 3 necha teng? Nechaga teng? 90 taqsim 3 demak 30 ga teng. Xo'p. Ketdik 90. Nima men bu yerga 27 ni qo'ymadim? Uzr. Aytmaysizlar, sizlar siniyman desam hech. Bu 27 qoldi-da. Bu 4-inchi ko'p ketdi-da, birdan 4-inchi ko'p ketdi. 27 bor. 3 ning birinchisi, 3 ning ikkinchisi, 3 ning uchinchisi qo'shilgan 90 ning 81 ga endi bo'lsak bo'ladi. Bu 4-inchisi. Shu e'tibor qilmaysizlar-da, e'tibor qilmaysizlar. Diqqat bilan qarab o'tiringlar, misol. Oddiy joyda xato qilib
Sizlar o'tib ketaman. Xo'p, 30 plus 10 plus 90 bunga bo'lsak 3 ta bu. Tushuntira oldimmi nimaga 3? Chunki butun qismini oldik. Xo'p, buni bunga bo'lsak 1. Yig'indisi 44 ekan, 44. Bu 3 ning 44-inchisi. Bu ham teng 9 ning nechinchisi bo'ladi? 22-inchisi. Mana. Tushuntira oldimmi? Sejoblik. Xo'p. Keyingisi soni mana buni men topshiriq berdim, screenshot qilish. Shuni o'zimga tashlab qo'ying. Xo'p, ketdik. Yo'q, hisob beramiz, chunki hozir bu yog'ini ham yechamiz-ku. 18-misol yechishimiz kerak axir. Xo'p, tushundingiz. Keyingi misol 12-misol, demak 60 faktorial va taqsim. Xuddi mana buni o'zida, qarang. Mana buni o'zi. Men bu qator bunaqa qator shaklda yozgandim. Men buni bunga bo'lish ko'rsatib, buni yechasiz degandim. Xuddi shu misol mana. Mana. Faqat bunda farqli tomoni nima? Farqli tomoni nimasida yechilish usulida, ya'ni 2 ni topasiz 60 dan, 2 ni topasiz 30 dan, ayirasiz a chiqadi. Xuddi yuqorida m dan ayirib 5 ni topganimizdek, keyin bundan b ni topasiz, bo'ldi, plus qo'shasiz, a plus b. C nimaga kerak bu yoqqa deyapti? C bu boshqa tub sonlar ko'paytuvchilar darajasi. Ular bizga kerak emas, ya'ni shartiga ko'ra a va b kerak. Nimaga izohlab ketyapti? Ya'ni 2 ga ham 3 ga ham bo'linmasligini aytyapti desangiz, agar bu shartni aytmasa, bizlar mana buni to'laqonli, mana buni tarkibida 2 bor yoki yo'qligini bilmaslik, shu uchun aytmadim. Bu topshiriq yechilish usulini aytdim, lekin salgina murakkabroq, ya'ni vaqt va fikrlashni olgani uchun topshiriq sifatida beryapman. 13. M va n natural sonlar shu bo'lsa, eng katta qiymatini topamiz. Bo'ldi, eng katta qiymatni hozir topamizda. Bundan 100 faktorial chiqara olasiz birinchi o'rinda. Va bu 1 plus 1/1 bo'ladi. 1/1 kilometr deydim. O'sha. Xo'p, bu demak 1/2 emas, 1/2 ko'paygan 100 faktorialga teng. Ana endi 1/2 ni bo'lamiz. 1/2 nasib bo'lsa ekranga chizadi ham, notebooklardan oling, qo'yib, o'shanda chiroyli qilib yozadi ham. Ungacha mana shunga moslashib turinglar. Nasib bo'lsa unisini ham nasib qilsa olaveramiz. Xo'p, demak bizga m ning katta qiymati kerak. Eng katta qiymat qachon bo'ladi? Bunda ham. Hozir men bunda tushuntirdim-ku. Mana n ni tarkibida 3 bo'lmaganda, shu uchun birato'la 3 ni topib ketyapman. Xo'p. 3 ga bo'lsak nechta bo'ladi? Buni nima bo'lyapman? Buni 1/2 dan 3 ning nechinchisi borligini topish uchun. 3. Xo'p. 3. Mana 12/34. Tamam. Bitta bor ekan. Birinchi darajasi bor ekan. Endi 100 ni 100 faktorialdan topamiz. 100 faktorial taqsim 3. 100 faktorial taqsim 9. 100 faktorial 100 taqsim 9, 100 taqsim 27. Plus ko'paytiramiz. Ko'paytirish bu. 100 taqsim 81. Bu. Aytgansiz bo'lyapti.
Xullas. 100 ni 3 ga bo'lsak necha? 33. Aytmaysizda, qarang. Plus 100 ni 9 ga bo'lsak necha? Plus. Faqat butun qismini olyapman, Ya'ni faqat bundan butun qismi kerak. Bu ko'paytirish emas, plus edi. Shu aytaman deyman. Hech e'tibor qilmaysizlar-da. 100 taqsim 27 bu degani 3 kare degan 3 kare 7 21 3 kare 4 kare. Astaqtanga qarang. Buni 4 ga ko'paytirsak 28 bo'ladi. 4 kerak. Kara bu 28 4 kare bu 8 bo'lar ekan. Yo'q. 27 3 kare. Va 1. Yig'indisi xo'p 44 45 45 ga 3 qo'shsak 48. 48 ya'ni 3 ning darajasi 48 mana bu yerda ham bir qora ikki shunda 49. 100 topdim deb 48 bosam xato qiladi. Bizda 102 ham bor edi. Xo'p, 3 ga ham 4 ga ham bo'linmaydigan ikki xonali sonlar nechta? Nechta? Bir xil misollar yechish. Sizlarga mustaqil bersam yaxshiroq bo'ladi. Natija beradi. 3 ga ham 4 ga ham bo'linmaydigan ikki xonali sonlar nechta? Topasiz? Topasiz buni. Buni ham topshiriq beraymi? Mayli, olinglar shuni ham topshiriq qilaylik. Xo'p. Ketdik keyingisiga. 0 ga teng tugaydi. Endi buni ham chiqarib olib, mana shuni ikkita kechasiz. Mustaqil ish 0 bilan tugashini so'rayapti. Farqli. Tamom. Xo'p. 28 ko'paytma 80 bo'lsa, nechta natural juftligi bor? Xo'p. 8 40 ni ko'paytiruvchini ishlatsak 2 480 emas 422. Xo'p, 210 2 5 3 xo'p 35 menimcha hozir ko'raylikda 3 kara mana shunday. Buni ichida 5 bor, 7 bor. Va buni mana bu shaklga yozib qo'yaylik. Xaritada 2 ning 3-inchisi. Nechta natural juftligi bor? Juftligi deyapti, ikkita-ikkita-da bu. Shu uchun buni hozir 4 bu 4 bu 2 4 ko'paygan 8 da. 4 ko'paygan 8 32 teng va juftligi deyapti, shu uchun 16. Nimaga juftligini birdan nima aloqasi bor sonini juftligini? Chunki 8 40 ni-ku 1 ko'paygan 8 40 deymiz. Bu bitta. Ya'ni ikkalasi ham kiradi. Mana shuni bitta qila olyapmiz. Va 2 desak 420 bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni boshi bilan oxir, boshi oxir o'rtaga yaqinlashadi. Bu yerda faqat sonlar ikkitalik juftligini so'rayapti. Mana shu ikkitaligini so'ragani uchun shunaqa aytish mumkin edi. Misol uchun 3 taligi ham bor desa 1 ko'paygan 2 ko'paygan 4. Bu уже boshqa tema. Bu boshqa tema. Buni aralashtirmang. Tushuntira oldim degan umiddaman. Keyingisi o'tdik. Xo'p. Son qiymati 1 D2 D4 D4. Qanotlantirsa 24 natural bo'lishga ega. To'rtta bo'luvchiga ega 480. Endi tub bo'luvchilar birinchi o'rinda baribir bunaqa nimada
Hozir mana bu A1 bo'lyapti. Mana bu A2 bo'lyapti. Shunday qilib, ana bu oxirgisi 25 bo'lyapti. Buni nimaga? Chunki 8 ko'paygan 17, 25lik uchun aytyapman. Shunda D24 ga D1 ni ko'paytirsak ham 480 ni beradi. Xuddi mana bu bosh oxirini ko'paytirganimizdek. Tushundira oldimmi? Buni tub ko'p bo'luvchilarga ajratamiz. Demak, 240 o'chirib chiqamiz, o'chiriblar. Kimdir yozib ketgan bu yoqqa, tushunmayman-da. 2 120 2 60 2 30 2 15 xatimchilar bo'lib boshlayapti. 3 5 bunaqa chiroyli xatdan ko'ra. Xo'p, 1 2 3 4 ta 5 ta 2 ni 5-inchisi 2 ni 5-inchisi ancha moslashadi, qaranglar mana. Chiroyli yozaman. Xo'p. Bo'ldikmi? Demak, mana buning qanotlari 24 ta natural bo'luvchisi bo'lsa, bu 5 ko'paygan 4. Yo'q, 5 ni plus 1 qoldi, 6 ko'paygan 4 24. Demak, bu son 480 ga teng ekan. Demak, D23 nechiga teng bo'ladi? D23 240 ga teng bo'ladi. D3imiz, demak bu xo'p. 2 da 2 va 4. 4 bo'ladi. 4 da 2 8. 8 bo'ladi. 6 ham bor. 3 ham bor bu yoqda. 2 bu 3, shunday 4, hokazo ketar ekanda. Shunday boshlanadi. Ya'ni men buni sanoq uchun qo'yib tashlamadim. Ya'ni bundan 480 gacha ketadi degani emas. Ana bu 1, bu 1, bu 2, 3, 4 shaklda ko'payishini D23 ni topdik. Bu nechiga teng? Bu 480 ga teng bo'lsa, 240 ga teng bo'ladi. 240 ni bo'lamiz nechiga? D3 ga 4 ga. Demak, 4 ga bo'lsa, nechi bo'ladi? 60 bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, ketdik. 8. Qo'l bittasi bizga alohida beribdi. Yozib ketadi ustalar. Xo'p, ketdik. Mana bu tengsizlik qanoatlantiradigan A plus B natural sonlar A plus B eng kichik qiymatini topamiz. Xo'p, birinchi o'rinda mana bundan bir-biriga tenglash uchun A plus 1 ni bo'lamiz. Mana shu 3 ta songa, ya'ni 3 ta sonning ekugiga. 3 ta songa bo'lib qo'ysangiz ham o'sha narsa ekugiga bo'ladi. Ya'ni 4 va 5. B plus 3 taqsim 3 va 5. Bu ham teng C taqsim 4 va 3. Tushuntira oldingiz-a? 3, 4, 5 ga hammasini bo'ldim birdaniga. Bunda 3 lar qisqarib, 4 ko'paygan 5 qoldi. Bunda 4 lar qisqarib, 4 ko'paygan 5 qoldi. 5 qisqarib, 4 ko'paygan 5 qoldi. Eng kichigi qiymatini topish bo'lsa A plus B ni. Mana bular 1 ga teng bo'lishi kerak. Tushundira oldimmi? Eng kichik qiymati uchun 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 0 bo'lmaydi, eng kichik qiymati 1 bo'ladi. 0 bo'lish mumkin emas ikkita sonni bo'lganda. Ya'ni yuqorisi 0 bo'ladi. Bu yoqda aniq son ketyapti, natural sonlar ketyapti. Shu uchun. Xo'p, demak bu 9, 9 dan 1 ketsa A nechiga teng bo'ladi? A teng. Xo'p, bu 20. 20 dan 1 ketsa 19 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bunda 15
15 dan 3 ketsa, B teng 12 bo'ladi. 12 ni o'zi bo'lar ekan xolos. Xo'p, eng kichik qiymati shunda 24 ga 19 qo'shsak 24 ga 19 qo'shsak 50 emas. 43 bo'lar. 19 ga 24. Shu sizlardan javob kutdim, kelmadi, mayli. 100 faktorial taqsim 15 ning 7-sonining 3 ga eng katta darajasini toping. Buni tarkibida 3 ko'paygan 5 bor. Demak, 3 ning 7-si. Buni tarkibida o'sha pashta necha marta aniqladik, necha edi shu? 48. 100 bor mana. 48. 48 dan 7 ketsa, eng katta darajasi deb o'ylasam. Demak, 48 dan 7 ketsa 41 ekan. Eshitdim shu. Bu ko'paytma 0 ga teng raqamlar tugaydi. Wow. Zo'r misolda. Bitta harakat qiling buni yechishga. Bitta harakat qiling. Kelgusi darsda mana shundan boshlaymiz. Yechishni. Shu bilan barchaga rahmat. Savollar bo'lsa bemalol. Efirimiz yakunlandi. Topshiriqlarni bot orqali yozib topshirib yuboring. Ya'ni misolni yechasiz, daftar rasmga olasiz va tashlaysiz botga. Botga kirasiz. Botni ham ko'rsatib ketayim shu bahona sizlarga. 41 minut bo'lib ketibdi. 8 minut vaqtdan ancha qolibdi. Xo'p, botga start berasiz. Startdan keyin obuna so'raydi, ya'ni Qorako'l akademik Qorako'l ta'lim markaziga obuna bo'lib dars davom ettirsangiz, topshiriqlar bo'limiga kirasiz va yuborasiz. Sog' bo'ling, efirimiz yakunlandi.